Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun ko'rib turganingizdek Uychi nuroniylari Mustaqillikning 35 yilligi bayrami oldidan, demak, Norin kaskadlar geshida ikkinchi kaskadni ishga tushirilish jarayonini bir ko'zdan kechirdik. Avvalo bu muhtaram yurtboshimizga yurt tinchligi uchun, xalqning farovonligi uchun qilayotgan xizmatlarini behisob shukronalar bilan birgalikda duolar, xayrlar qilindi. Azizlar, bir og'iz gapni aytish kerak, mahalla obodligi, mehr saxovat oyligi doirasida amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari Uychi tumanida ham juda jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Butun mahallalarimizni asfaltlash, mahallalarimizga ichimlik suvlarini tortish, mahallalarimizda simyog'ochlar o'rniga, demak, beton tayanchlarni o'rnatishlik va har bir kunga olib borilayotgan ishlar, ayniqsa yosh avlodga, maktabga boradigan, bog'chaga boradiganlarni trotuar yo'lakchalarini alohida qilinayotganligi, yana bir e'tibori shundaki, ko'zi ojizlarni alohida yuradigan joyi borligi yoki velosipedda yuradigan joyligi borligi, demak, bizni Uychi tumanimiz kundan kunga rivoj topib, barakali bo'lib, xalqni qadri ulug'ligini, har bir jabhada insoni aziz mukarramligini ko'rib turganligimizdan beqiyos xursandmiz va bu amalga oshirilayotganda muhtaram yurtboshimizga, buni tashkilotchilarga mingdan ming shukronalar aytib, tasannolar o'qib, duolar qilib turibmiz. Islohotlar bardavom bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bir o'tayotgan kunimiz xayrli, barakotli bo'lsin.